Quyonchaning sirli dumi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Yam-yashil o'rmonda bir kichkina quyoncha yasharkan. U juda mehribon va do'stlari ham ko'p ekan. Quyonchaning bitta sirli joyi bor ekan. U quyonchaning dumchasi ekan. Onasi unga doim dumini yopib, ishton kiyib yurishini tayinlagan ekan. Shuning uchun ham u dumchasini hech kimga ko'rsatmas ekan. Doim ishtonchasini kiyib, dumchasini berkitib yurar ekan. Bir kuni ko'chada ketayotsa, tulkicha kelib so'rabdi. "Quyoncha, nega ishton kiyib olding?" Quyoncha javob qilibdi. "Chunki dumim mening avratim, xos joyim. Uni hammaga ko'rsatib yurib bo'lmaydi." Keyin ayiqcha kelib so'rabdi. "Dumchangni ko'rsatchi, men ham senga ko'rsataman." Quyoncha, "Yo'q, begonalarga dumchamni ko'rsatmayman. Sen ham ko'rsatma. Bu sening avrat joying", debdi. So'ng filcha kelib so'rabdi. "Ishtoning ajoyib ekan. Endi dumingni hech kimga ko'rsatmaysanmi?" Quyoncha aytibdi. "Ha, uni begonalarga ko'rsatmayman. Uni faqat o'zim va oyim ko'ra oladilar." Shunday qilib quyoncha sirli dumchasini hech kimga ko'rsatmabdi. Kechqurun onasi quyonchani bag'riga olib so'rabdi. "Dumchangni birovga ko'rsatmadingmi, bolajonim?" "Onajon, dumchamni faqat men va siz ko'ra olasiz", debdi bola quyon. Onasi uni quchoqlab qo'yibdi. Quyonchaning odobiga oymomo ham havas bilan qarabdi.